Ronaldoning eng yaqin do'sti kim ekanligini bilarmidingiz? Ishonavering, siz u inson kim ekanligini hattoki taxmin ham qila olmaysiz. Bu insonning ismini video oxirida aytaman. Aytishimdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ishonavering, siz bundan umuman afsuslanmaysiz. Bilasizmi? Ronaldoning shunday bir do'sti borki, u doim Ronaldo bilan birga va doimo uni qo'llab-quvvatlaydi. Yana bir fakt shuki, Ronaldo o'yindan keyin tushkunlikka tushgan paytlarida faqatgina mana shu insongina Ronaldo uchun dalda bo'la olishi mumkin. Ronaldo bu inson bilan taxminan 30 yil oldin Sporting klubida tanishgan. Ikki do'st ko'chada arzon ovqatlarni yeb yurishar, hattoki bir karavotda uxlashardi. Lekin bu bolakay o'zini yaxshi ko'rsata olmaydi va Sporting uni jamoadan ketkazishga qaror qiladi. Ammo yosh Ronaldo unga jiddiy qarshilik qiladi va shunday deydi: "Agar u ketsa, men ham ketaman." Klub Ronaldoning yulduz bo'lishiga qattiq ishonardi. Shu sabab ikkisini ham saqlab qolishga qaror qildi. Ammo baribir do'stining karyerasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Ronaldo o'sha vaqtdan beri bu inson bilan juda yaxshi munosabatda. U hozirda Ronaldoning eng sodiq va ishonchli do'stiga aylangan. Bu insonning ismi esa Jose Semedo.